Jasmin restoranda shunday arkasiga o'tganda 5 qavatlik binoning 3-qavatda srochniga 3 xonali xonamiz sotuvga chiqqan. Operator mana Samkochning yo'li ko'chadan 20 metr kirganda 3-etajda hozir ichkarini ham obzor qilamiz. 77-seriya kirpichni domimiz srochniga 66500 3 xonali. Puliga arziydimi yo'qmi videoni oxirigacha ko'ring. Tashqari taraf eshikdan kiraverish, garderob mana shu yerga akam vaqti dahshat qilib qo'ygan. Birinchi kattalar uchun yotoqxonadan boshlaymiz. Operator kattalar uchun yotoqxona mana shu mebelni, do'xspanni, divanni vaqti dahshatdan qo'ygan. Bezgul qo'y. Har bitta xonasiga trezasi bor, har bitta xonasiga batareyasi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu novostroykalarning eskisi, bir 15 yil, 20 yil oldin bo'lganlari. Bu kattalar uchun yotoqxona. Bu esa katta zal bo'ladi. Bu xuddi novostroykalardagi katta visokopotolochni, lekin yangi novostroykalar emas. Bir 15 yil bo'lgan novostroykalar. Bu esa 6 metrlik verandasi, oyoqdagi laminat bo'lgan. Faqat bitta narsa, mana shu narsani olib ketaman deyaptilar akam. Bu yerga zamonaviy yaxshisidan qo'yib qo'yganlar. Bilasizlar, gaz, svet juda ham zo'r bu yerga. Samkoch ko'chadan shunday kirganda, 20 metr kirganda ikkinchi qatorda joylashgan. Zal kattalar uchun yotoqxona, bu kuxunni, mana bu esa bolalar uchun yotoqxona. Gap bo'lishi mumkin emas. Akam mana shu xonani, mana bolalar uchun yotoqxona, divanchasi bor, trezasi bor. Ana endi option sanuzelni ko'rsataman. 77-seriyani taniydiganlar bo'lsa, yana kommentariyaga yozinglar. 77-seriyada mana shunaqangi fotoshka bo'ladi. Bu vannasi, rakvenisi, bu esa alohida unitazi bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga srochni aloqa chiqinglar. Samkoch 3-qavat 3 xonali 66500.